Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar, sirasiz obuna bo'lamiz. Layklar bosamiz o'rtoqlar. Sizlar uchun shtampillarning eng arzonlarini o'rtoqlar Xudo xohlasa ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda uzun ko'yinlarimizdan bor. Bundan tashqari o'rtoqlar shunday aylanamiz. Bu tomonga qarasak, ko'ryapsizlar. Hozir videolarda mana shulardan boshlab sirasiz bu tomonga o'tib tashlaymiz. Mana bu yana bir narsalarimiz bor. Xullas 48 razmerdan 60 razmergacha ayollarning dvoykalari, onaxonlarimiz uchun chiroyli manaqangi uzun ko'ylaklarimiz bor. Materiallari shtampildan yaxshilaridan faqat. Keyin xabalar bulardan bor. Xo'sh, bulardan ham o'rtoqlar xabalar va shu neobichna gullar, neobichna fasonlar tepada eng xadovoydagi shtampillarimizdan bor o'rtoqlar. Yana bunday qilib ko'rsatamizda. Ko'ryapsizlarmi? Shtampillar bombalar xullas. Narxlarni eng oxirgi narxlarda aytamiz o'rtoqlar. Nomer bo'ladi, Telegram gruppamiz bo'ladi. Obuna bo'lasizlar. Hamma joyga dastavkalarimiz bor, yetkazib beriladi. Faqat videoni boshladik o'rtoqlar. Bir dona bunday qilib bosib qo'yinglar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilik narsalarimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Kanalda chiqib turgan yangiliklardan baxabar bo'lib turasizlar. Xo'sh, telefon nomeri qo'ydik, mana Telegram gruppani qo'ydik. Obuna bo'linglar o'rtoqlar. Bo'lmasam gazini bosdik. Sizlar uchun eng arzon narxlarda arzon shtampillar onaxonlarimizga, bundan tashqari xabalarimiz, kelinchaklar, apa-singillarimizga mana har xillardan xullas sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Laykni bosib yuboramiz. Bo'lmasam videoni o'rtoqlar. Xo'sh, o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Endi biz sizlarga boshlaymiz hammasini. Abdulazimxon, hozir ham bambuklar bor o'rtoqlar. Bambuk, bu ichi bez nachos. Bu bambuk yozda ham ketaveradigan narsa, chunki ichsa sovuq tushsa odam shuni kiyishadi. Bulardan boshlaymiz o'rtoqlar. Tepalardan bor. Hammasidan bitta ko'rsatib o'tib ketamiz sizlar uchun. Shtampillarimiz o'rtoq, ranglarni ko'ryapsizlar, hammasi yorqin, chiroyli ranglar. Razmerlari ham juda zo'r, 48 razmerdan 52 razmergacha atlaslar bugun chiqdi o'rtoqlar. Mana ularchi olib foydalanib qolish kerak sizlar. Abdulazimxon, hozir ham misol bambukni sezoni deyarli yo'q, ketaveradigan narsa sekin. Optimga. Ketaveradigan narsa razmerimiz. Mana shundan boshlaylik. Razmerimiz hozir nechadan nechagacha mana shu bambuklarimiz? Hammasi deyarli 48 dan 54 gacha. 48-54. Narximiz hammasiniki bir xilmi yo hammasiniki har xilmi? Hozir hammasini aksiyaga tushirib qo'yganmiz 110 mingdan. 110 ming so'mdan olib borishaversinmi? Shu qator 110 ming. O'zi bularni menimcha 130 sotgan. Sotilgan narsa 20 ming so'mdan shunday. Shunday. Hali qilyap turgan foydani kechib qo'yib, faqat o'sha o'zini chiqqan mahsuloti sizlarda bo'lyapti. Xo'sh, ozgina ozroq qolgan. Oz-moz qolgan o'rtoqlar, foydalanib qolamiz. Bambuklarimiz o'rtoqlar aksiyada 110 ming so'mdan, razmer 48, 50, 52, 54 ham bor. Mana shu narsalarimiz o'rtoqlar. Hammasi 100 standart 110 ming so'mdan. Aksiya bu tikida tushgan mahsulotning narxi. Foydani kechdik deyishyapti, bo'shatamiz faqat deyishyapti. Olib foydalanib qolishlaring uchun har xil ranglardan bor. Mana shunday qilib ushlab turib, bitta skrinshot qilasizlar, sizlarga qaysi kerak bo'lsa. Yana bitta skrinshot qilasizlar. Mana tomonga to'xtatamiz. Yana bitta skrinshot qilasizlar, bo'ldi o'rtoqlar. Xo'sh, bitta klientlarimiz bor. Tepalarni ham olaverasizlar ekan sizlarga. Mana shularni ham sizlar uchun mana aytganimizdek 110 ming so'mdan o'rtoqlar bular ham. 120. Xo'sh. Hozirgina aytishdi. Shu optim narxini aytyapmiz o'rtoqlar. Biz faqat ko'p oladiganlar uchun bu videodagilar o'rtoqlar. Ko'p olaman deb gazini bosaverasizlar. Xo'sh, bo'lmasam o'rtoqlar, biz boshladik videoni. Abdulazimxon, menularingiz yangi chiqdi. Bularni videosiga uspet qilmadik, chunki tez tugab qoldi, boshqa bo'ldi. Chiqqaniga bir oydan o'tdi. Buni tugatib qo'ydik. Xo'sh, buni nima qilamiz Abdulazimxon menularini? Nech puldan, qanaqa razmeri? Xo'sh, aka bu yerda hozir 1 2 3 4 xil modelimiz bor.
Birinchi modelimiz buni o'qsak, Versace model. Versace qo'llariga ham toshlar Swarovski tosh ekan ha, o'zi bilinib turibdi. Turkiya HB. Turkiya, ammo HB materiali zo'r ekan haqiqatdan. Masha. Razmer 48 dan 54 gacha. Buni 1 2 3 ta 4 ta rangi bor ekan hozircha. 7 xil sveti bor. O'zi 7 xil. O'zi 7 xil, hozircha 4 xil manekenga ilib qo'yganmiz. Narximiz qanaqa bo'ladi? Razmerini so'ramapman. Razmeri 48 dan 54 gacha. 48 54. M dan 2XL gacha tushadi. Ha, razmeri zo'r. Razmerga toshni tushadi. Razmeriga qarab bo'yi ham uzayadi aka. Razmeriga qarab bo'yi uzayadi. Narximiz? Narximiz buni 125 qilib beryapmiz. 125 ming so'm. 120. Bo'ldi, tushunarli. Bunisi Tiger modelimiz aka. Tigerimiz, aha. Bunga omon ishlovdi beribsizlar. Swarovski toshu. Tosh hali yaxshi toshlik uchun hali og'irligi ham bilinargancha. Agar hali plastmassa bo'lganda juda yengil, sifati ham boshqacha bo'ladi. Moslaganmiz. O'shanga hozir hayron bo'lib turibman. O'sha zo'r chotga chiqdi. Ha, mana ichidagisi moslangan ekan. Bo'ldi, tushunarli. Arzon tosh bas. Bunda ham 7 xil rang bor ekan. Aha, 7 xil rangimiz bor. Razmeri M dan 2XL gacha 48-54 ga tushadi. Aha. Bu modelimizni obunachilarimizga 120 ming so'mdan qilib beramiz. 120 ming so'm. Ko'p oladigan obunachilarimiz. Ko'p oladigan beramiz. Bo'ldi. Bunimiz bu ham neobычный ekan, bu ham boshqacha. Uzoqroqdan ko'rsatsak, o'rtoqlar. Eng kichigi bu. Eng kichkinasimi bu? Bu 50 ekan bu. Ha, 50. Buningcha kattaroq bo'lib turibdi-da, shunga hayron bo'ldim. Razmeriga qarab bo'yi uzayib ketaveradi. Ammo samiglarni sizda men asosiy mahsulotlaringizni ko'ryapman. Men ularga ahamiyat beryapman. Asosiy sizlar mahsulotlaringga shu hammani o'ylagan holda shu chizzadan sal o'tadigan holda qilasizlar ekan. Kimdir bu narsani modelni kaltaroq qilsa ham sizlar sal uzoqroq qilasizlar ekan. Men shu narsaga ahamiyat berdim, to'g'risi. Ko'pchilik razmeri 46-48 bitta, 50-52 bittada biz uni aytmaymiz. 4 ta razmermi to'g'ri ham ishlaymiz aka. 48 ga addenni ishlaymiz, 50 ga addenni ishlaymiz, 52 54 ga addenni ishlaymiz, bo'yini uzaytiramiz. O'shanga qarab ketaveramiz. Hozir ayollar ko'p uzun kiyadi. Uzun kiyishyapti. Uzun narsa so'rayapti. O'sha to'g'ri aytasiz. Bunda ham 7 xil rasvetga bor ekan. Hozir aka necha xil rang ilib tashlagansiz? Hozir 1 2 3 4 5 6 7 qorasi ham bor. Ha, qorasi qolib ketgan. Mana shu hammasi mana shu rangi ekan o'rtoqlar. Mana ko'ringlar. Ayshi boshqacha. Amon bu narsani hozir olib qo'ysalaring, misol uzoq kiyasizlar o'rtoqlar. Olib sotsalar, klientlaring ishonaveringlar, sotganlarga rahmat aytishadi. Bu 100%. Sababi material zo'r, tugatib bo'lmaydi materialni. To'retski HB bu narsadan o'zi ko'p kishi chiqarmaydi. Nimaga? Bu qimmatga tushib ketadi. Abdulazimxon maksimal darajada endi chevarda hisobi, boshqa hammasini hisobini qilingan arzonroq, normalniy narxda, misol ham ommabop narx to'g'risi foydalanadigan, ham kiyib, maza qilib yuriladigan narsa. Necha pul bo'larimiz endi? Buni narxini ham 120 ming so'm. 120 ming so'm aka. Ko'p olgan obunachilar 120 ming so'm. 120 ming so'm. Shetda o'zida o'zimiz 150 ming so'm donaga sotyapmiz. Donaga sotilyapti. Shetda o'zida. Aha. Shetda o'zida 150 ming so'm. Bo'ldi. Endi mana Versace model bu. Versace modelimiz. Bu ham M dan 2XL gacha olganmiz. 48-54 ga tushadi. Toshi Swarovski tosh ekan buniki. Buni obunachilaringiz biladi aka, bambukini ham zo'r sotishdi. Ha, sotishgan. Bambukini ham yaxshi sotishdi. To'g'ri aytasiz. Hozir bu ham Turkiya HBsi ham yaxshi ketyapti. Bunda ham 7 xil rang bor. Ha, buni ham razmeri uzayadi. Uzayadi. O'zi deyarli razmeringiz mana yerga hammasiniki deyarli bir xil, mana bo'yi. Bo'yi bir xil. Bunimizda hozircha mana 3 ta rangi, mana yerda 4 ta. 4 ta rangi bor ekan. 7 xil rangi bor. 7 xil rangi bor. Mana shunda nechta rang bo'lsa, mana 8 ta ekan, qorasi ham bo'ladi. Xuddi shu rang manalarda ham chiqadi. Modelimizda ham bor. Hozir menunimizni necha pul deymiz endi? Buni 110 ming so'm qilib beryapti. 110 ming so'm qilib berilyapti. 110 ming so'm. Versace modelimiz. 110 ming so'm. O'rtoqlar, narxlarni eshitdilaring, mana shu bomba narxlar. Bularni ham 110 ming so'm. Bularni ham 110 ming so'm. Faqat foydalanishga bo'ldi. Shtampilni oxirida aytamiz. Hozir menuni bitta qo'yib ko'rsatib olaylik, amasan. Xo'sh, mana yerda kaltaklarimizni. Xo'sh, bularimiz endi o'rtoqlar sifatlari zo'r, yosh katta onaxonlarimiz, opaxonlarimiz, skromniki ham deyishganlarga mana shu mahsulotlarimiz bor. Bularni ham ko'rishlaring mumkin. Bularning razmeri asosan katta razmer. Modellari ham har xil bo'lib o'zgarib turadi. Mana ko'ryapsizlar, bu model boshqa.
Mana bag'da o'zi bu modelimiz boshqa. Mana yerda yana nimalari bor? Tikilganlari. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bunda ko'rinar ekan. Shunaqa har xil o'zgarib turadi. Yana boshqacha modellarimiz bor. Xo'sh, Abdulazizxon, bularni razmeri qanaqa edi mana shularni? Bularning razmeri 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha Balshimerga. Shtampillarini 130 ming so'm beryapmiz. Shtampili, ha. Birinchi qatorimiz shtampil aka. Ha. 50 dan 60 gacha razmeri o'ta katta ishlangan. Ha, yo'q. 62 ga ham tushadi bemalol. Hozir mana shu razmeri вообще katta ekan. O'zi bu razmeri katta. Ha, bu 50 turibdi ekan. O'zi bilinib turibdi. Juda katta, keng, tayda varaqli, varaqsiz. Oho, razmeri ancha katta. Ham gullar ham juda chiroyli gullar ekan. Manularimiz ham shtampilmi hozir buni? Bu ham shtampil. 130 ming so'm. Shtampil yuvsa kirib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu modellarni misol har yil sotamiz. Hali birorta odam noligan joyi yo'q. Shtampilni yana bitta narsani aytib qo'yaman. U qaratib oling, shtampilga ehtiyot bo'lasizlar. Arzon shtampil o'rtoqlar bitta yuvsalaring shunday kirib ketadi. Men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman. Meni o'zim ayolim olishgan ekan. Hujjatda 80 ming, 90 minglarga shtampil olishgan. Lekin shtampil yaxshi deyishgan. Bitta yuvgandan keyin mana shunaqangi uzun ko'ynagida, o'sha uzun ko'ynak 50 sm kirib ketgan. Haligi tovongacha turadigan shtampil boldirni ochirib qo'ygan mana shunday qilib, bunaqasiga ochib qo'ygan. O'shanga ehtiyot bo'lasizlar. Arzon ekan deb turib, arzoniga ham juda uchmaylar. Shtampilda yaxshisi, shtampilda o'sha nomi bor, o'shanga qarab olinglar. O'sha qanaqangida bir og'iz so'rab. Xo'sh, alaykumsizlar. Xo'sh, keyin bular aytdik. Endi tepadagilarimiz xabar bular. Xabarlarimiz tepadagilar. Sharifligi bor aka. Aha. Sharifligi. Bular ham standart 48 dan 58 gacha tushadi. Aha. Sharifligini 130 ming so'm. Aha. 130 ming beryapmiz. Har xil gullari bor. Aha. Bu modellarimiz bor. Aha. Keyin mana tepadagi modellarimiz, toshli modellarimiz, xabarlarimizni 120 ming so'mdan beryapmiz. Ular ham 50 dan 60 gacha tushadi razmerlari. 50 dan 60 gacha bor. Xabarlar. Xabarlarimiz. Mana o'rtoqlar. Xullas olib foydalanishlari mumkin. Bu yerda o'zi asosan 2 dona narx aytdi. Buni aytildi, buni narxi aytdik. Keyin mana shu narximizni aytdik. Bo'ldi shu. Endi bizni hali o'zini yaxshi ko'radigan obunachilarimiz uchun 4 dona qolgan mahsulotimiz bor. Olib foydalanib qolishlari mumkin. O'shani bir ko'rsataylik. Men to'g'risi o'rtoqlar, men to'g'risi endi ochig'i meni o'zimga yoqqani uchun Endi buni emas. Boshqacha svet yo'qmi? O'rtoqlar, mana shu narsa hozir 4 dona qoldimi bu? 3 ta. Yo'q, aytdi ham bitta bor ekan. Bitta, ikkita, 3 ta. Mana yerda yana bitta ekan. 4 dona bor. 4 dona bor o'rtoqlar. Shunaqa katta narsa. Bu Misr o'rtoqlar, Misr abaya deydi. Va shu original. 3 dona, 4 dona qoldi. Olib o'zib qilib qolinglar. Toshlari va shu niyabishni. Men o'zim onamga olib berdim shundan. To'g'risi shatdan oldim, chunki rangi ham tim qora, 4 dona qolganligi uchun sizlarga tavsiya beryapman. Olib foydalanib qolasizlar. Buni necha pul qilib beramiz? Dona narxini aytib qo'yaylik shuni. Buni bo'laydigani 380 ming qilib beramiz. 380 ming so'm. 380 ming qilib beramiz. Bo'ldi. 380 ming 700 minggacha sotilgan narsa. Hozir ham dalniyman aytam, 700 ming sotishyapti o'zimizni. Yangi bozorda hamma biladi, qo'polliklar biladi. Yangi bozorda no'lov qator bor, o'sha yerda 700 ming so'm narx etib sotishyapti. Buni hozir o'zimiz birinchi qo'l iminni Misrdan olib kelganmiz. 15 ta olib kelingan, 4 dona qoldi. 4 dona qoldi. 380 mingdan beryapmiz aka. O'rtoqlar, 380 ming so'mni olinglar, prosta kiygani olinglar, foydalanmanglar, kiygani olib qo'yinglar. Onangizgami, o'zingizgami, keng fason, qo'llari ham uzun. Onamga men olib berdim o'zim, to'g'risi o'zim. Haqiqatan ham mana shu narxga olib berganman. Sizlar ham olib foydalaninglar. Bitta kiygan odam ishonaveringlar, ko'rgan odam sirazi olaman deydi. 4 dona bor, bunisi bor. Mana yerda yana bittasi bor. Keyin tepada mana bittasi menimcha kichikroq razmer, bunisi kattaroq razmer. Hammasi 50 dan 60 gacha tushadi. 50 dan 60 gacha tushadi. Keyin mana yerda yana bittamiz bor. Mana shu ham neobычный. O'sha dahshat narsa, ko'ringlar. Meni o'zimga materiali ham yoqdi, turishi ham, fasoni ham vashi zo'r yoqdi.
Prosta kiygani olinglar, mayli, foydalanmanglar, kiygani. Buni ham hozir misol Abdulazizxon men shu narsani ham magazinda zo'r qilib, svetnoy qilib, chiroyli model kiydirib, atirlarni sevib turib, 700 ming, 800 ming sotsa, u ko'taradigan narsa. Haqiqatdan. Abdulazizxon endi mana narsalarga kelsak. Qalay sotilyapti? O'zi yetkazolmayapmiz aka. Bugun o'rtoqlar, to'g'risini aytsam, bugun sal ozgina bebozor kun. Sababini aytib qo'ysam, bozor pashda ishlagani yo'q. Ko'p joylar yopiq o'rtoqlar. O'shaning uchun kecha menga aytishadi, olib kelyapman deyshadi. Bo'lmasam ertaga sraz video qilamiz dedim. Obunachilarni boxabar qilib qo'yaylik. Shtobi Sho'rajon, assalomu alaykum. Sog'laringiz. Obunachilarimiz olib foydalanib qolishsin dedim. O'shaning uchun o'rtoqlar, gumburlataverasizlar. Ranglari вообще zo'r. Abdulazizxon bittasini kengligini shunday ko'rsataylik. Mana shu atlasinimi, qizila juda boshqacha ko'rinadi. Bu nechinchi razmerimiz bu? 48 shu? 48 o'rtoqlar, kengligini ko'ryapsizlar. 48 ni javob beramiz o'rtoqlar. Abdulazizxon nechagacha tushadi 48 ni? 50 ga tushadi. 50 ga ham tushaveradi. 52. Smaylar 52 ga endi qiynalib olmaysizlar, 50 ga deylik, bir razmer baland yuradi razmerimiz. O'shaning uchun bexijolat zakazni beraverasizlar. Xo'sh, 48 o'rtoqlar 50 ga tushadi, 50 ga 52 ga bemalol tushadi, 52si 54 ga spokойно tushadi. Qo'rqmasdan olib foydalana olasizlar. Bu narsalarda misol oddiy shtampilga qilib, bitta kiygilik qilib turib ham sotilyapti. Narxi arzon, lekin sifatini yaxshisini biz doim o'zimizni yaxshi obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Abdulazizxon, bularda asosan rangi tez o'zgarar ekan. Rangi juda tez o'zgaradi. Har kelganda boshqa rang olib kelyapsiz. Misol bitta rulon olganda aka 100 ta 200 ta rulon olyapmiz. O'zi bir oy bo'ldi, sotishni boshlaganimizda endi syomka qilyapmiz. 100 ta rulon, 200 ta rulon tashlasak ham o'zi 1-2 kun, uzoq 1-2 kunda yana o'zgarib bo'lyapti. Tikib chiqyapti, ketyapti, tikib chiqyapti, ketyapti. Haftor topish juda qiyin bo'lyapti rulon. Chelis Toshkent chaqirsak ham shunaqa haftor topish qiyin bo'lyapti. O'shaning uchun ammo qo'ldan kelgancha chiroyli hadogullarni o'zi bilinib turibdi hozir. Keyin yana bitta narsani aytib ketaylik, Abdulazizxon. Mana narsani rangi qanaqa bo'lsa, mana uni ham rangi xuddi shunaqa. Mana ko'ryapsizlar? Mana qizilga qizil. Mana lozimi. Mana bunisi hammasiniki shunaqa. Elektr rangi bo'lsa, elektr rang. Hozir mana elektr rangini ko'ryapsizlar, hammasini lozimi shunaqa ketadi. Abdulazizxon necha puldan bular endi beramiz? Bular 55 ming beramiz. 55 ming beramiz. 55 ming beryapmiz. Bo'ldi. 55 ming so'm o'rtoqlar, mega chegirma, mega aksiya. Bu narsani hozir yana arz qimmatroq qilib aytsak ham bo'laverardi. Lekin real narxlarda gumbullatib olib foydalanishlaring uchun 55 ming so'mdan olib foydalaninglar o'rtoqlar. Faqat uchirishga garantiya beraman. Men o'zim birinchi qo'l sifatida kimdir olib yuvsa, bir qarich kir kelsa bitta shunday podarka qilaman. Sovg'a. Bepulga shunday beraman. Bir qarich kirib ketdi, yuvdim deb kelsa, shunday bittasini podarka qilib beraman. Qo'lingiz ushlab qo'yinglar bo'lmasam. O'rtoqlar mana bo'ldi. Kir ketmaydi. Gapda erkakcha gap, bir qarich ham kir ketmaydi. Men o'sha aytdimki, hozir videoni boshida ayolim olganda men hayron qoldim. Birinchi kun kiydi. 3 kunmi kiydimi, 2 kun kiydimi? Endi bitta yuvaydi dedi. Uzun edi. Bitta yuvgandan keyin mana shu narsachi boldirni ko'rsatib qo'ydi, mana shu narsa. Uzun edi, juda uzun edi. Bitta kiygandan keyin yubkaga o'xshab qoldi-da, ag'i. Shtampi shunaqa. Atak bu uzunlarimiz unaqa ham bo'lmaydi. Doingda bular ham. Bunga nima qilgan? Lekin arzon desiz, o'sha narsani ham yigit 100 mingga olgan edi. Endi donaga olgan. Shunaqalar endi o'shanda olishda ehtiyot bo'lamiz. Biz javob beryapmiz, bo'yam kirmaydi o'rtoqlar. Bular вообще kirmaydi. Buni uzoq kiyasizlar. Bu shtamplar ham kirmaydi. Endi kirishi mumkin ozgina. Kirmaydi desak, вообще kirmaydi deyolmaymiz. Ozmoz kirishi mumkin, lekin unaqangi kirib ketmaydi. Pulga shunday beramiz. Bo'ldi. Gap. 55 ming so'mdan prosta olib foydalanish uchun o'rtoqlar gumburlatamiz. Hech qaysi ishlab chiqaruvchi buni garantiya bermaydi. To'g'ri gapsiz. Ishlab chiqaruvchi shtampilga bunaqa garantiya bermaydi. To'g'ri. Bu narsa 100%, lekin
Garantiya bilan o'rtoqlar olgan narsa baribir boshqa. Shtamplar rangi ko'p. Hozir men tashqarini ham bir endi ko'rsatay. Xo'sh, tashqarini ko'rsatamiz. Mana ranglarimiz bor bu yerda yana. Hozircha bugungi olib kelingan mahsulot xolos bu mana. Malina rang, bu rang. Buni Zangordan o'zi tugaganda adashmasam. Mana shu bir dona qolibdi xolos mana mayda guldiki. Bitta klientimizga yo'q, bundan jo'natmang deb jo'natib berganmiz, lekin yaxshi sotishga mana bulardan bor, neobычный ranglar. Mana bunisi, mana bularimizdan bor. Bemalol olishlari mumkin. Endi o'rtalar lokatsiyaga kelsak. Lokatsiyamiz Hunarmandlar. Hunarmandlar deyman. Yoyma bozorimiz. Yoyma bozorda mana darvozasi bu hozir ishlagani yo'q. Mana avtobuslar shunday kelib turib, mana shu kiradi, qayerdan chiqib ketadi. Bu yerda endi bilib qo'yasizlar, har doimgidek mana stalbani oldi. Stalbani oldidan shunday Yoyma bozor tomonga yurasizlar. Mana birinchi eshik topasizlar. Mana shu eshik ochiq turadi boshqa kunlar. O'sha eshikdir yo'parasidagi mana shu do'konimiz Malika do'koni bo'ladi. O'rtoqlar, mana nomerga telefon qilmanglar. O'tgan safar ham rosa hamma telefon qilishibdi. Kinnoyimiz qisalaring ham mayli, qilaveringlar ham. Hozir biz ekranga yana nomer qo'yib qo'yamiz. Zakazni beraverasizlar. Viloyatlarga dastavkalarimiz bor hamma joyga. Xo'sh, bo'lmasam hozir ekranga nomerni qo'yamiz. Ikkita nomerga telefon qilaverasizlar. Telegram gruppani qo'yamiz. Zakazni beraverasizlar. Hamma viloyatlarga dastavkalar chiqarib beramiz chiroyli bo'lgan tarzda.